Hop, hop. Va nihoyat tugadi. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Hasan. Xush kelibsiz mening yangigina videorolikimga. Men hozir o'zimning yangigina uyimning oldida turibman. Nega yangi? Chunki men uni hozirgina qurdim. Qarang qanchalik chiroyli. Sizlarga qanaqa bilmadim-u, u menga juda ham yoqyapti. Hozir sizlarga ichini ham ko'rsataman. Ha, aytgancha, izohlarda baho berishni ham unutmang. Xo'sh, ichkariga mana bu eshikdan kiramiz va albatta yopamiz. Yopib qo'yamiz dedim. Xo'sh, bu yerda bitta pechka bor, yana bitta va o'rtada ish stoli. O'zbekchasiga shunaqa eshitiladi, ha. Hayron qolmang. Endi esa tepaga chiqamiz. Tepada yam-yashil tog'larni ko'ramiz. Qarang qanchalik chiroyli. Pastda sizlarga yana ko'rsatadigan bir nechta narsalar bor. Masalan, mana bu chiroq. Qarang qanchalik yaxshi. Kechqurun yaxshigina yorug'lik taratadi. Xonani rangiga ham mos keladi. Bu yerda esa qizil kravat, qizil bo'lishi shart. Bu yerda esa sandiq, sandiqning ichida esa bir nechta narsalar. Bularni ko'rib menda hech narsa yo'q deb o'ylashingiz mumkin, lekin mening hamma qimmatbaho narsalarim. Yordam beringlar, kim bor? Nima? Bu tovush qayerdan keldi? Sizlar ham eshitdinglarmi? Bu menimcha mening qo'shnimning ovozi edi. Yordamga chaqiryapti shekilli. Hozir shoshmay tur, boryapman. Nima? Bu naqadar jirkanch, bu qurt-qumursqalar qayerdan kelib qoldi? Hamma yerni bosib ketishdi, qara qanday dahshat. Jirkanch qishloqi bular qayerdan kelib qoldi? Bilmayman, bugun ertalab turib qarasam, hamma yoq shunaqa ekan. Iltimos yordam ber. Hozir yordam beraman. Qani yo'q bo'linglarchi, qaysi go'rdan kelib qoldinglar? Hammangni yo'q qilaman. Qani bu hattoki devorlarni ham bosib ketgan. Hozir mana oxirgisi bo'ldi. Nima bo'ldi? O'zing yaxshimisan? Nimagadir mazam bo'lmayapti. Meni chaqib olishdi shekilli. Qishloqi, unda sen shu yerda turib tur. Men hozir yordam chaqirib kelaman. Boshim aylanib ketyapti. Mazam bo'lmayapti. Men hozir shifokorlarni topib kelaman. Hozir men ketdim. Mana shifokorni olib keldim. Qishloqi, o'zingamisan? Doktor, unga nima bo'ldi? Adashmasam uni qandaydir hasharotlar chaqib olgan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Siz unga yordam bera olasizmi? Faqat menga buning uchun bir narsa kerak bo'ladi. Nima? Uni men topib kela olsam kerak, to'g'rimi? Bilmadim, menga bu lichinkalarning onasi, oqshom olamida yashaydigan Naganing kallasi kerak bo'ladi. Nima? Oqshom olami? Do'stlar, oqshom olamidan tirik qaytishni o'zi bo'lmaydi. Xo'sh, lekin men qo'shnim uchun albatta u yerga boraman. Qishloqi, men sen uchun albatta u yerga borib o'sha ilonni kallasini uzib kelaman. Rahmat, Hasan. Doktor, taxminan bizda yana qancha vaqt bor? Adashmasam bizda yana 2 kuncha vaqtimiz bor xolos. Nima? 2 kun? 2 kun ichida men qanday tayyorgarlik qilishim mumkin? Do'stlar, bizda atigi 2 kun vaqtimiz bor ekan. Hali olamga o'tish uchun portalni ham qurish kerak. Qancha ish bor, men shoshilishim kerak. Mayli doktor, qishloqiga qarab turing. Men esa o'sha ilonni kallasini uzib kelaman. Mayli, men shoshilishim kerak, do'stlar. U portalga o'tish uchun hali bizga olmos kerak bo'ladi. Menimcha sizlar bilasizlar u qanaqa olamligini. Hozir ko'rsataman. Faqat menda olmos bormi? Xo'sh, olmosim yo'q, lekin men sizlarga aytgan sirli sandig'imda bo'lishi mumkin. Kravatni sindiramiz va mana bittagina bor ekan, bizga yetadi. Xo'sh, bu yerda yana qandaydir aslahalar ham bor. Bularni ham olamiz. Axir uni qo'l bilan o'ldira olmaymiz-ku. Yana o'qlarni ham, zumradlar esa kerak bo'lmaydi. Xo'sh, bularni kiyib olamiz. Hop, 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 hop va hop. Bunisi menimcha ortiqcha, hech narsa ko'rinmayapti. Bunisini yechib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'sh, endi bizga paqir kerak. U portalga o'tish uchun paqir kerak. Ha, to'g'ri tushundingiz. Lekin biz Nezerga bormayapmiz. U portal boshqacharoq quriladi. Xo'sh, menda temir bormi o'zi? Ha, mana 3 ta bor ekan. Menga shunchasi yetadi. Endi esa paqir yasaymiz. Hop, hop, hop. Nimalar qilyapman? Tezlashish kerak bo'lganda doim shunaqa bo'ladi. Paqirni olamiz. Endi mana bu yerga kelib portalni yasashni boshlaymiz. Sinsangchi, lapatani olsam bo'lar ekan. Ha, mayli. Kavlab bo'ldim. Endi esa bizga gullar kerak bo'ladi, gullar. Faqat nechta kerakligini bilmayman. Taxminan mana shu yerdagilarni olsak, menimcha yetib qolishi kerak. Xo'sh, oqqa qanaqaligini farqi yo'q. Qo'zi qorin eksa ham bo'ladi. Mana bularni olmabman-ku. Qani tezlashish kerak, tezlashish.
Hademay tun bo'ladi, birinchi kun ham o'tib ketadi. Men esa hali u olamga o'tganim ham yo'q. Qimirlash kerak. Xo'sh, gullarni endi portalni atrofiga ekib chiqamiz. Mana bu yerga bunday qilib, ekamiz, tezlashamiz. Bitta yetmay qoldi. Mana bunisini olsa ham bo'ladi, lekin burchaklarga shart emas. Endi bizga suv kerak, suv. Xo'sh, mana quduqdan olamiz. Nega bu yerda quduq turibdi bo'lmasam. Bir tarafiga va yana bitta paqir kerak bo'ladi, suv. Yana bu burchagiga. Hammasi tayyor. Endi bu yoqqa olmosni olish kerak. Olmosni olamiz va 1 2 3 va men o'xshamaydi deb o'ylay boshlagandim, do'stlar. Xo'sh, endi u yerga sakrash kerak. Bizda axir 2 kungina vaqtimiz bor. Sakradik. Xo'sh, endi bu olamda birinchi bo'lib qoladigan ishimiz o'sha ilonni uyini topishimiz kerak. Ilonni uyi menimcha bu olamda ko'p uchrasa kerak. Qayerga bormasang ham uni uyi chiqsa kerak. Taxminan mana shu tarafga boraveramiz endi. Agar hozir xaritam bo'lganda, u qasrni topish ancha osonroq bo'lardi. Endi nima ham qilardik? Shunday siqqa ham topa olsak kerak. Xo'sh, hoy it. Sen bilmaysanmi qayerdaligini? Yo'qmi? Ha mayli. Ketdik. Qaranglar qanday katta qo'zi-qorinlar o'sar ekan bu olamda. Nima ham derdik? Shunaqa joy ekanda endi. Yo'lni davom etish kerak. Nima edi bu? Hozir bu quyonlarmi? Naqadar bular kichkintoy bo'lishmasa, lekin juda ham tezkor ekan. Sal qoldi tushib ketishimga. Menimcha tushib ketsam ham hech narsa bo'lmasdi bunday ajoyib himoya bilan. Wow, qarang qanday ajoyib qasr topdim. Sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Yo'lni davom etamiz. Qurolni kimdadir tekshirib ko'rishni xohlayapman, lekin hech kim yo'q. Men charchab ketdim, rostini aytsam, bu nima? Men topdim shekilli, do'stlar. Bu o'sha yer bo'lsa kerak. Ketdik, olg'a. Ilonjon, men keldim. Kallangni tayyorlab tur. Endi darvozani topish kerak. Qayerda bo'lishi mumkin? Naqadar bu devorlar baland bo'lmasa. O'zi darvoza bormi-ki yoki shunchaki oshib o'tarmizmi? Darvozani topsak ham bo'lardi-ku, lekin vaqtimiz yo'q. Teshib o'ta qolamiz. Qani, olg'a. Endi bu ilonni topish kerak. Qayerdasan? Bu yoqqa chiq. Padaringga. Shunaqa ham qo'rqitasanmi? Ma kallangga. Senga shu kerakmidi? Hali uloqtirishni ham bilasanmi? Meni lazerimni kuchidan totib ko'r. Yoqmadimi? Qochyapsanmi? Bu yerga kel. Sen hali berkinib zarba berishni yaxshi ko'rasanmi, yaramas ilon? Lekin bu senga yordam bera olmaydi. Hech narsa qila olmaysan menga. Qani bu yerga kel. Ol. Mana hozir dabdalayni chiqaraman. Oxiriga esa boltamdan tatib ko'r. Mana senga va tayyor. Mana shunaqa bo'ladi. Xo'sh, kallang tushdimi seni? Mana kallasi. Naqadar qo'rqinchli bo'lib qoldim. Ha mayli. Endi esa uyga qaytish kerak. Qaysi tarafdan keldim o'zi? Bu ilon boshimni aylantirib yubordi. Xo'sh, mana bu tarafdan edi shekil. Ha, mana meni teshigim. Men tirik qolmayman deb o'ylagandim. Xo'sh, portal adashmasam mana shu tarafda edi-yu. Bu olamda abadiy oqshomligi uchun 2 kun o'tdimi yo'qmi bilolmaymiz lekin. Xo'sh, portal shu yerda. Endi menimcha sakrasa ham bo'ladi. 1 2 3. Ana yetib keldik. Xo'sh, endi esa tezroq qishloqning oldiga borish kerak. Shoshilamiz. Doktor, mana kallani olib keldim. Unda tezroq uni menga ber, vaqt kam qoldi. Umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana damlama tayyor bo'ldi. Endi buni qishloqiga berish kerak. Qishloqqa o'ylaymanki, bu seni albatta tuzata oladi. Xo'sh, 1 2 3. Qani, qishloqqa o'zingga kel. Sen tuzaldingmi? Gapir, qishloqqa. O'zimga keldim. Rahmat, Hasan. Lekin hali ham ozgina masam yo'q-ku, menimcha o'tib ketsa kerak. Doktor, sizga katta rahmat. Siz ham ancha yordam berdingiz. Xo'sh, qishloqqa, undan bu yog'iga uyingni tozalab yur, yo'qsa mana shunaqa qurt-qumursqalar bosaveradi. Ha, menimcha to'g'ri aytyapsan. Ha, mayli, men unda ketdim. Xayr, qishloqqa, sizga rahmat, doktor. Xo'sh, bolalar, biz hammasini uddaladik.
Menimcha shunga aytsa kerak. Uzoqdagi qarindoshingdan yaqindagi qo'shning yaxshi deb. Aytgancha, izohlarda uyimga baho berishni ham unutmang. Mana bu portalni o'chirib qo'yay, yana qurt-qumursqalar chiqib kelmasin. Xo'sh do'stlar, bugungi video menimcha shu bilan nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyin aytgancha, nega kanalga hech kim obuna bo'lmayapti? Videoni ko'ryapsizlar, kanalgacha obuna bo'lmaysizlarmi? Men shuncha ishni nima uchun qilyapman? Hech bo'lmasa sen obuna bo'lib qo'y. Xayr, короче.